tashrif buyurdi. Rossiyadan juda ko'p mehmonlarimiz, hattoki kosmonavtlarimiz tashrif buyurdi. Sog'liq sharifat kosmonavtimiz o'zbek millatiga mansub, faqat O'zbekiston fuqarosi, Qozog'istonda tug'ilgan. Ochilish marosimida juda ko'p mehmonlarimiz tashrif buyurdi. Mana bu yerda Mars sayyorasi, Ural sayyorasi, Neptun sayyoralari maketlari bor. Mana bu yerda sun'iy yo'ldosh bor. insonlardan butun dunyo bo'yicha Yuriy Gagarin birinchi kosmonavt hisoblanadi. Yuriy Gagarin butun dunyo bo'yicha birinchi kosmonavt Yuriy Gagarin O'zbekistonni juda yaxshi ko'rgan, mehmondorchilikka kelganda juda ko'p chiroyli mehmondorchiliklar bilan xursand bo'ldim.